Men turmushga chiqayotgan paytimda qiz bola ovqat pishirishni bilishi shart edi. Hozir esa turmushga chiqayotgan yosh kelinlarni qarasam, men ovqat pishirishga majbur emasman. Если что, dostavka qilaman deganlar ham ko'p bo'lib ketgan. Meni yosh qizlarga maslahatim, ovqat pishirishni bilishingiz shart. Farqi yo'q, turmushdan keyin siz har kuni ovqat pishirasizmi yo uyingizda povor bo'ladimi yoki dostavkami? Siz qanday erkak kishidan pul topishini yoki oilani boqishini talab qilasiz? Xuddi shunday sizni eringiz yoki qaynonangiz ayollik vazifangizni talab qilishga haqqi bor. Hozir ko'rsatgan retsept unchalik ham qiyin emas. Oson, foydali va kaloriyasi kam baliq bilan guruch. Birinchi bo'lib baliqimizni marinovat qilib duxovkaga qo'yamiz va guruchimizni aynan men ko'rsatgan uslub bilan tayyorlaymiz. Albatta, biz ayollar mehr bilan tayyorlagan ovqatimizni chiroyli bezashni, chiroyli rasmga olishni yaxshi ko'ramiz va aynan shu uchun men ham Feruska shopdan borib shunaqa estetichniy posudalar olib keldim. Feruska shopning narxlari ham yombob va juda sifatli va neobычный posudalar juda ham ko'p. Baliq juda ham tez pishadi, 10-15 minutga va juda ham foydali. Shu uchun haftaga bir yeb turinglar. Tafsil retsept qulay bo'lishi uchun ekranda yozildi, yaxshilab o'qinglar. Va albatta mazali ovqatlarimizni chiroyli tarelkachalarga solib dasturxonga tortamiz. Mana retseptim bilan tayyorlab, atmetka qilish eslaringizdan chiqmasin.